Uzdal HTML dersi 16. qism HTML ramka jadvali. Ramka deganimiz o'z oldiga mustaqil bir torbat hujjatni yana bir torbatga ko'rsatib iqtidorni ko'rsatadi. Har bir ramka bir torbat hujjati hisoblanadi. Ramka ishlatishning kamchilik taraflari torbat tuzgichi bat mazmunini o'zgartmoqchi bo'lsa, cho'qim ko'pliga HTML hujjatiga izg'oqlab tuzish kerak. Butun batni printerlash qolaysiz. Ikkinchi ramka xat kuchiga fromset orqali aniqlik beramiz. Har bir fromset xat kuchi bir yurish qurva tizimlikni tashkil qildi. Biz mavjuz va columns xarakteri orqali kenglik va egizlikka aniqlik beramiz. Masalan, misol qaraydigan bo'lsak, fromset aniqlik berildi. Birisining kengligi 25%, yana birisining kengligi 75%. Bu bu ikki tal ramkani o'z ichiga oldi. Birisi uzun torni, birisi saburiy torni. Buni biz unumini ko'radigan bo'lsak, mana 25% qismida uzun tor chiqdi. 75% qismida saburiy tormada chiqdi. Diqqat qildiysizlar, agar ma'lum ramkaning ko'rinma serial knopkasi bo'lib qolsa, to'rabanti serial knopka orqali bat qurilmasini buzadi. Shunga no size orqali bu xil ahvolning yuz berishining oldini olamiz. Agar ramka qo'llamaydigan tor ko'rgishlar uchun no frames ni qo'shib ramka qo'llamaslikni hukm qilish va askartishni ishga oshiramiz. Masalan, misolda no frames deb bu qiymatni berdik, mana ichiga bodyni oldik. Amanda bo'lgan vaqtda agar bizning tor ko'rgichimiz ramkani qo'llamagan ahvol ostida format normal ko'rsatmasa, askartish uchuri berish orqali bizga bu tor ko'rgich ramka qo'llamaydi degan uchurni chiqarib berdi. Aniki diqqat qildigayish fromset bilan bodyni tangshiltish qilmaydi. Masalan, fromsetniki ustostiga bodyni yozmaymiz odatda. Andan keyin no frame xat kuchini ishlatganda bodyni uning ichiga olamiz. Masalan, mana o'xshash. Mana ishlatgan vaqtimizda bodyni olmaymiz. No frames yozgan vaqtda no framesning ichiga body qiymatini olamiz.